Talant deganda kimlarni nazarda tutasiz? Talant deganda yosh anaqa iste'dodli yoshlarimizni. Kallasi zo'r ishlaydi. Produktni qilishi biladi, lekin bozorni tushunmaydigan bolalar bor. Lekin bunda olib qarasangiz, masalan, yaxshi startaplar qo'l bilan sanoqliqda, lekin undan u yog'iga o'tmayapti. Ko'plari ayni shu muammolar bilan ketishadi, har xil bir muammolari bor o'zini startap jarayonida. Shu narsalarni endi anaqa zarodishda endi u uyg'onib sekin kelyapti. Uyg'onish davrida, chunki startaplar endi uyg'onyapti. Endi ko'ryapti, o'sha startapni qilayotganda ular faqatgina tekinga ishlab yurolmaydi. Masalan, faqatgina Yevropadagi ishlab yurgan besplatno variantlarni formatlariga copy paste qilib turib bu yerda adaptatsiya qilsam qiyin narsa. Chunki hamma bozori o'zini unikal zaproslari bor, ularning o'zini unikal muammolari bor. Shu muammolarni yechishni aniqlash uchun kerak bo'lgan fundamental narsalar bor, shu startaplar tushunishi kerak.